A1 va A kategoriyalar qaysi modellarga ketishini va ular necha pulga tushishini va qanday nima imtihonlardan o'tishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bunda bizga Avtokart xodimi Azizxon qisqacha ma'lumot berib o'tadilar. Xo'p, mana skuterimiz motor miyasi 240 vatt, tezligi 22-25 dan yuqoriga o'tmaydi. Mana shu nima toifaga ketish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi 676-qarori. Bunga ko'ra A1 toifa bilan ruxsat etiladi. Bunda avtomaktabda o'qimasdan to'g'ridan-to'g'ri nazariy va amaliy imtihon topshirsa bo'ladi. Motor miyasi 220 vattdan yuqori bo'lgan, tezligi 25 dan o'tgan, masalan, elektroskuterlar bor, benzinli muraviyalar bor, sport bayklarimiz borda, ular juda ham tez. O'shalarga nima kategoriyaga ketishi va qancha o'qishi va narxlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. A toifa bilan ruxsat etiladi. Bunga avtomaktabda amaliyga o'qib, nazariy darslarni xohlagancha tayyorlanib, imtihon topshirib olsa bo'ladi. A toifa uchun o'qish muddati 2 oy, narxlarimiz esa 2 million so'm. Ataga 2 oy, narxlar 2 million so'm. Narxlar vobshe bomba. Ayniqsa keling ma'lumot bo'ldi. Boliyo magazindan kelib xohlagan modelingizni narx savdoga muddat to'lovga olib va Avtokartga kelib professional o'qituvchilar tomonidan malakali o'quvchi bo'lib chiqasiz.